Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor sizlarni ushbu YouTube vlog videosini ko'rayotganingiz uchun o'zimdan minnatdorchiligimni bildiraman. Alohida vaqt ajratganingiz uchun, alohida qiziqish bildirganingiz uchun. Demak, bugun biz ushbu video orqali siz bilan Rossiya Federatsiyasida har yili o'tkazilishi an'anaga aylangan Butunjahon yoshlar festivalida qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish mumkin, unga qanaqa qilib grant yutish mumkin, barcha jarayonlarni ushbu video orqali tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugun men alohida sizlar uchun mana shunaqangi World Yoz festivalini alyumnilarga berilgan hudisida sizlarga tanishtirib o'taman. Demak, birinchi navbatda o'zingiz bilan telefoningiz, biron bir gadjetingizni olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda Butunjahon yoshlar festivaliga ro'yxatdan o'tishingiz uchun. Lekin birinchi ro'yxatdan o'tishdan oldin biz nima qilishimiz kerak? Bu Butunjahon yoshlar festivali har yili kuz oyida o'tkaziladigan, Rossiya Federatsiyasida o'tkaziladigan Butunjahon yoshlar festivali. Bunga minglab, 10 minglab dunyodan yoshlar saralab olinadi. Ya'ni tanlov asosida. Tanlov onlayn bo'ladi. Bu tanlov o'zi 2 xil formatda o'tkaziladi. Birinchi formati bu Rossiya Federatsiyasining o'zining fuqarolari uchun o'tkaziladi. Ular alohida konkursda bellashishadi va alohida keyingi qismda esa butun dunyoda Rossiyadan tashqari bo'lgan butun mamlakatlardan 192 ta davlatdan ishtirokchilar o'zaro bellashishadi va g'oliblarga grant ajratiladi. Bu grant nimalar uchun sarflanadi? Bu grant birinchi navbatda o'zingizning shahringizdan eng yaqin aeroportdan Rossiya Federatsiyasining poytaxtigacha, ya'ni Moskvagacha bo'lgan sizni samolyotingizni bileti, tadbir davomida siz qolishingiz mumkin bo'lgan gostinitsa, ya'ni mehmonxona xarajatlari, ovqatlanish xarajatlari, tadbirda ishtirok etish bilan bog'liq bo'lgan barcha xarajatlar qoplab beriladi. Biz endi O'zbekistonda yashaymiz, Rossiya Federatsiyasiga borish uchun viza shart emas. Aynan viza shart bo'lgan mamlakatlar uchun ham o'sha Rossiya viza xarajatlarini ham qoplab beradi. Ya'ni ishtirokchi o'zini oldidan, bunday qilib aytganda, 1 so'm ham sarflamasdan ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. U qachonki grantni qo'lga kiritsa. Birinchi navbatda talablar haqida gaplashib o'tamiz. Talablar bu festivalda siz ishtirok etishingiz uchun kamida 14 yosh bo'lishingiz kerak. Festival bo'lib o'tadigan vaqtga qadar shu bilan birgalikda 30 yoshdan oshmagan bo'lishingiz kerak. Hamda siz festivalga ro'yxatdan o'tish uchun birinchi navbatda sizda qizil pasport, ya'ni O'zbekiston Respublikasining xorijga chiqish biometrik pasporti bo'lishi kerak. Ya'ni amal qilish muddatidan 6 oydan ko'proq muddat bo'lishi kerak. Agar 6 oydan kamroq muddat qolgan bo'lsa, pasportingizni yangilab olishingiz kerak. Siz qabul qilinasizmi yoki yo'q, buni oldindan bilib bo'lmaydi. Lekin festival natijasi sizni planlaringizga qarab o'zgarsa, ya'ni ijobiy natija olsangiz, siz pasportingizni darhol olga borishingiz kerak. Ya'ni sizni nomingizga biletlarni, samolyot biletlarini rasmiylashtirish uchun. Xo'p, dastlab festivalga ro'yxat o'tamiz. Kompyuteringiz yoki telefoningizda farqi yo'q. World Yoz Festival degan saytga kirib o'tamiz. Xo'p, saytga kirib o'tganingizdan so'ng sizda registratsiyadan o'tishingiz kerak. Sizning ma'lumotlaringiz, tug'ilgan sanangiz, umuman barcha ma'lumotlarni, kerakli ma'lumotlarni sizdan so'raydi. O'sha registr qismidan siz bemalol ro'yxatga o'taverasiz. Men bir marta registratsiya qilganim uchun qayta registratsiya qilishni imkoni bo'lmadi va shuning uchun darhol shaxsiy kabinetimga kirdim. Mana shu sayt kelib chiqadi. Bu saytda events degan qism bor. O'sha events qismidan 1-2 oy ichida Butunjahon yoshlar festivalini 2026-yil Rossiya Federatsiyasining Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tadi. Mana shu festivalga qabul ochiladi, hali ochilmagan. O'sha qismdan o'tib ro'yxatga o'tishingiz kerak bo'ladi. Dastlab sizni ism familiyangizni inglizchada ham ruschada yozilishini so'rashadi. Bu shaxsiy ma'lumotlar. Keyin ism familiyangiz, shu bilan birgalikda sharfingiz, ya'ni otangizning ismi, tug'ilgan sanangiz, jinsi so'raladi, shu bilan birgalikda fuqaroligingiz, qayerda yashayapsiz, telefon raqamingiz, xullas barcha ma'lumotlar so'raladi. Va ikkinchisida bu qism, ya'ni general data. Ya'ni bu qism qanaqa qism bo'ladiki, sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz, birinchi navbatda 3 rasmingiz. Alohida bu qismga e'tibor berish kerak, sababi 3 rasm bu qaysidir ma'noda sizning rasmiy suratingiz. Bu rasm festivalga qabul qilinganingizdan keyin bejik qismida sizning rasmingiz ko'rinib turadi. Bu qaysidir ma'noda bejik sizga guvohnoma bo'ladi. Har bitta tadbirda ovqatlanish qismiga, ya'ni mehmonxonaga, gostinitsaga kirgan vaqtingizda sizning guvohnomangiz bo'ladi, QR kodli bejik. Shuning uchun rasm tanlashda qaysidir ma'noda ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Yaxshi, sifatli, 3 megabaytdan oshmagan o'zining talablari bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda sizning yuz qismingiz rasmni 70% egallagan bo'lishi kerak. Umuman barcha qismlarga e'tibor berishingiz kerak. Shu bilan birgalikda
ochkilar bilan ko'zoynaklar rasm tushish mumkin emas. Bu qaysidir ma'noda sizga og'irlik bo'ladi. Rasmingizga qayta yuklashingiz uchun ham sizga vaqt berishadi. Xullas, qaysidir ma'noda siz vaqtda yutqazasiz. Keyin o'zingizni yashayotgan manzilingiz kiritasiz, shahar. Keyin yana bitta qism borki, mana bu yerga e'tibor berishingiz kerak. Sizda qanaqangi allergik istisnolar bor. Bo'lishi mumkin, changga allergiya bo'lishi mumkin yoki qanaqadir ob-havoga nisbatan allergiya bo'lishi mumkin. Allergiya, xullas barcha kasalliklaringizni mana shu yerda aytib ketishingiz kerak. Chunki siz qabul qilinganingizdan keyin tashkiliy qo'mita juda ham katta mas'uliyat bilan siz uchun e'tibor berishadi. Har bitta ishtirokchini o'sha shaxsiy mas'uliyatiga. Mana shu qismda barcha sizning sog'lig'ingizda qanaqa muammo bor, sizga qanaqangi misol uchun dori kerak bo'ladi, hamma qismni mana shu yerda keltirib o'tishingiz kerak. Siz ishtirok etishga qabul qilinganingizdan keyin aytib o'tirganingizni qaysidir ma'noda foydasi yo'q. Va ovqatlanishni turi. Bunda kirib chiqadi. Standart ovqatlanish turi bor. Yana vegetarian bor, halol degani bor. Men halol tanlaganman chunki misol uchun o'zimiz deyarli ovqatlanishimiz barchamiz halol ovqatlanamiz. Standart ovqatlansangiz qaysidir ma'noda musulmonlar yemaydigan qaysidir ma'noda go'shtlar, qanaqadir ma'noda istisno holatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz o'tgan yili borgan paytimizda Nijniy Novgorodga bizga halol ovqat qilib berishganda, kurka go'shtidan, mol go'shtidan, qo'y go'shtidan o'zimiz yeb har kuni kundalik hayotimizda yeydigan ovqatlarimizni qaysidir ma'noda ular tayyorlab berishgandi. Har bitta halol ovqatlanadiganlar uchun alohida, qaysidir ma'noda standart alohida ishlaydiganlar alohida, xullas hammani alohida punktlarga qilib berishadi. O'zlarining grafiklari bo'yicha. Va mana shu 3 ta qonun qoidalari bor, o'shalarga rozilik bildirishingiz kerak. Xo'p, keyingi qismga o'tamiz. Passport details. Pasportingizni yuklaysiz. Pasportingiz qachongacha amal qiladi? Pasportingizni va oxirida pasportingizni rasmini ham yuklaysiz. Ular tekshirib chiqishadi. Ya'ni qabul qilinganingizdan keyin biletlarni rasmiylashtirish uchun. Xo'p, sphere of activity. Bu qismda siz qaysidir ma'noda o'zi deyarli mana shu Butunjahon yoshlar festivalini birinchi qismiga yetib keldik. Ular sizdan endi o'qishingiz, ishingiz bilan bog'liq bo'lgan savollarni so'rashadi. Birinchisi, men misol uchun maktabda o'qiyman, high school student. Agar bo'lmasa litsey yoki bo'lmasa kollejga chiqib ketganlar bo'lsa, college student, university student, o'zingizlar bilasizlar, universitetda o'qiydigan, universitetni bitirib ishlayotgan bo'lishi mumkin 30 yoshgacha, employed yoki ishlamasa, ishsiz bo'lsa, unemployed. Bundan ham tashqari, agar u Rossiyada o'qisa, I-study in Russian belgilab ketishi mumkin. Xo'p, meni yo'nalishim misol uchun yoshlar bilan ishlash. Men o'zim O'zbekiston bolalar tashkiloti va yoshlar ishlari agentligida faolman, volontyorman va shuning uchun men ta'lim va fan yo'nalishini tanlaganman. Bu sizda ko'rishingiz mumkin qanaqa yo'nalishlar bor? Public administration, ya'ni davlat boshqaruvi, media, ijodkorlik, tadbirkorlik, sport va salomatlik, karyera, yoshlar, IT texnologiyasi, turizm, ekologiya, tashabbuslar, fuqarolik jamiyati, vatanparvarlik ta'limi, xavfsizlik va jinoyatlarni oldini olish bo'yicha mana shunaqa yo'nalishlar bor. Bu juda ham muhim. Chunki har bitta yo'nalishda o'zining ekspertlari, o'sha tanlov tashkilotchilari baholashadi. Misol uchun men ilm fan yo'nalishida o'tgan bo'lsam, meni ilm fandagi misol uchun qaysidir ma'noda ekspertlarga kiritilgan olimlar meni ishimni baholashadi. Xo'p, bular qismiga alohida to'xtalamiz. Keyin ularning savollar qismi boshlangan. Bu birinchi qism portfolio, ya'ni sizning portfoliongiz bo'ladi. Bu portfolioda siz mana shunaqangi ma'lumotlaringizni kiritib boraverasiz. Agar siz portfoliongiz yaxshi natijasi kelsa, siz keyingi bosqichga o'tasiz. Keyingi bosqich bu video vizitka sharti. Unga alohida to'xtalamiz. Mana shu portfolio qismi ketyapti. Xo'p, sizni tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha amalga oshirgan ishlaringiz va yutuqlaringiz, ya'ni tajribangiz bo'lish berishingiz kerak. Xo'p, bu qismda nimalar deyish kerak? Biz asosiy qismga yetib keldik. Bu qismda siz qaysidir ma'noda pafos gaplar yoki bo'lmasa balandparvoz gaplar emas, o'zingiz bo'lishingiz kerak. Just be yourself. For example, everyone cannot force you to write something in templates. Xullas, buni qilib aytganda, siz o'zingizni tilingizdan oddiy inson qila oladigan, realistik o'ylab ko'rib fikrlarni yozishingiz kerak.
Misol uchun men Qashqadaryoda volontyor bo'lganimni, loyihalarni amalga oshirganimni yozib o'tganman. Bu odatda 100-150 so'z atrofida bo'lishi kerak. Juda ham uzun ham ketmasligi, juda ham kalta bo'lmasligi kerak. Siz o'zi misol uchun hozir 1-2 oy vaqtimiz bo'lsa bizni mana shu festivalga ro'yxatga olish uchun hozirdan volontyorlik haqida, hozirdan ijtimoiy faollik bo'yicha ko'p mana shu loyihalarda ishtirok etish kerak. Bu juda ham muhim. Chunki ular jamiyatga qo'shgan hissangizni, jamiyatga amalga oshirgan ishlaringizni juda ham qadrlashadi tashkiliy jamoa. Xo'p, mana o'tgan yilgi statistikaga yuzlanadigan bo'lsak, o'tgan yili men eshitgan xabarga ko'ra 65 mingta arizalar kelib tushgan dunyo bo'yicha va mana shu arizalarning 2 mingtasi qabul qilingan. Ya'ni qaysi ma'noda acceptance rate, ya'ni qabul qilish foizi 3-4% atrofida bo'lgan. Ya'ni 100 ta kishi topshirsa, sizning yo'nalishingiz bo'yicha sizdan 3-4 kishi saralab olinadi. 95-96 kishiga esa rad javob boradi. Shuning uchun juda ham katta mas'uliyat bilan bunga e'tibor berishingiz kerak. Xo'p, o'qiydigan manzilingiz, yo'nalishingiz, men misol uchun maktabda o'qiyman, unga hech qanaqa misol uchun yo'nalishda o'qimayman. U umumiy davlat maktabi. Va maktabingiz, universitetingiz, litsey, xolos kollejingizni sayti bo'lishi kerak, veb sayti. Misol uchun, men kiritgan ma'lumot, mana buni hozir kundalik.com degan bizda sayt bor bilsangiz, o'sha kundalik.comda baholarimiz tushadi, shuni MySchool degan qismga o'tsangiz link kelib chiqadi. Misol uchun men hozir kiritaman, mana bu linkimni men kelib chiqarganman. Qarshi shahridagi 4-sonli maktab. Xullas, maktabning email manzillari, maktabning misol uchun qayerda joylashganligi, xullas, mana shu qismlardan kelib chiqqan. Va sizni ingliz tilidagi proficiencyingiz, ya'ni qanaqa gaplasha olasiz, qanaqa darajangiz bor. Mana shu C1 darajada, misol uchun men o'zimni kiritgan bo'lsam, shu bilan birgalikda rus tilida qanaqa so'zlasha olasiz. Bu misol uchun B2 bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa qanaqadir til bo'lsa, xohlagan tilingizni, o'zingiz biladigan tilingizni kiritishingiz mumkin. Xo'p, endi keyingi qismga o'tamiz. Contact details. Misol uchun bunga juda ham ahamiyat berishingiz kerak, chunki sizni qabul qilishgandan oldin ular siz haqingizda birinchi navbatda tasavvurga ega bo'lishi kerak. Misol uchun meni Instagramda, Facebook'imda, LinkedIn'imda xolos akkauntlarim juda ham ko'p va buni xabarni berib qo'yganman. Mana shu yerda qismni to'ldirishingiz kerak. Chunki ular sizni qabul qilishdan oldin, sizga misol uchun qaysidir ma'noda grant ajratishdan oldin, qancha moliyaviy sarmoya kirishdan oldin sizning kimligingizni bilib olishingiz kerak. Siz haqiqatda yozyapsiz, to'g'ri, zo'r. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana shu narsani siz tasdiqlay oladimi? Yoki bo'lmasa akkauntingiz Instagramda, deylik, men Instagram beradigan akkauntingiz yopiq bo'lsa, ekspertlar unga kirishga imkoniyati bo'lmasa, dastupi bo'lmasa, bu qaysidir ma'noda sizga ijobiydan ko'ra salbiy natijaga ega bo'lishi mumkin. Misol uchun men Telegramdagi kontaktimni berganman, username'imni, Instagram'imni, Facebook'imni berganman. Misol uchun men Twitterdan foydalanmayman yoki bo'lmasa Odnoklassnikidan foydalanmayman. Bu uchun o'sha qismda misol uchun VKontaktedan ham foydalanmayman. Shunchaki bo'sh qoldiryapman. No profile on VK. Va ota-onangiz ma'lumotlarini kiritishingiz kerak. Buni pastki qismda chiqadi. Va visa support qismi. Misol uchun biz O'zbekistonda yashaymiz. Bunga Rossiyaga borish uchun hech qanaqa viza kerak emas. Mana shu qismga e'tibor berishimiz kerak. Va nihoyat biz tanlovning asosiy saralash bosqichiga yetib keldik. Bu bosqichdan bizni nimalar kutadi? Bu bosqichda bizni birinchi qismda bizni tekst, ya'ni matn jihatdan savollarga javob berishimiz kerak. Demak, birinchi savoldan boshladik. Ya'ni birinchi savolda aytilyaptiki, oxirgi 3 yillik ichida sizni tugatgan kurslaringiz, akademik yo'nalishda o'qiyotgan dasturlaringiz haqida gapirib berishingiz kerak. Bunda akademik jihatdan, misol uchun Coursera degan kurslar bor, Khan Academy degan platformalar bor. Yoki bo'lmasa hozir birat farzandlar shunaqangi dasturlar chiqqan. Mana shunaqa dasturlarda siz akademik jihatdan, ya'ni ijtimoiy faol jihatdan emas, akademik jihatdan, ya'ni bilim olish bilan bog'liq, o'zing intellektual qobiliyatlaringizni kuchaytirish bilan bog'liq barcha jarayonlarga kiritishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. Bunga odatda 60-70 so'z atrofida yozilishi kerak. Xo'p, ikkinchisi, oxirgi 3 yillik ichidagi sizni professional volontyorlik experiencingiz, ya'ni tajribangizni yozishingiz kerak. Ya'ni jamiyatga siz nimalarni amalga oshira oldingiz, ya'ni ko'ngilli sifatida. O'zimni misol uchun o'sha amalga oshirgan loyihalarning barchasini kiritganman. Va describe your hobbies, ya'ni hobbilarimni, qiziqishlarimni kiritishingiz kerak. Misol uchun
Hobbilaringiz nimadan kirsanglar bo'ladi. Hobbilarimda shunchaki kitob o'qish, shunchaki sport bilan shug'ullanish emas, uni qaysidir ma'noda hikoya shaklida berishingiz kerak. Ekspertlar ham bizga o'xshagan odam. Ular 65 mingdan ortiq arizalar. Kelgusi yilda bu 2 karrasiga, 3 karrasiga oshib ketishi mumkin bu ro'yxat. Chunki keyingi yil kvotalar soni oshiriladi. Va bu jihatda qaysidir ma'noda hook bo'lib, o'sha ekspertni ushlab qolmasa, sizni jalb qilmasa, attrakt qilmasa, sizni essayingiz, sizni mana shunaqangi tekstlaringiz ular shunchaki skip qilishlari ehtimoli katta. Chunki ularga berilgan talab 100 tadan 3-4 kishini o'tkazish, 95-96 kishiga rad javobini berish. Ularning oldida turgan eng katta mas'uliyatli vazifa. Mana shu 3-4 kishiga orasiga kirish katta mas'uliyat bo'ladi. Shuning uchun mas'uliyat bo'lishi uchun katta bir maqsad bilan yashashingiz kerak. Ya'ni o'zingizni motivatsiyangiz bilinib turishi kerak tadbirda ishtirok etish uchun. Xo'p, 3-savolga o'tamiz. Xo'p, outline your key professional and personal achievements over the last years you consider most significant. If you have completed ongoing project or an active business or non-profit organization within one of Assembly's 6 tracks, provide a detailed description of them. Biz boya 6 yo'nalish tanlab oldik. Men misol uchun ta'lim yo'nalishlari, tadbirkorlik, xullas sport, IT yo'nalishlari bor-ku, 6 yo'nalish. Mana shu yo'nalish bilan bog'liq sen qanaqa loyiha amalga oshiryapsan? Mana shunaqa loyihani yoki qatnashyapsan, yoki qanaqadir seni aktiv biznesing bormi, jamiyatga foydasi tegayotgan, yoki bo'lmasa nodavlat tashkiloting bormi degan savollar keladi. Asosan biz o'quvchi sifatida, talaba sifatida biz ishtirok etayotgan loyihadan ko'ra tashkil qilayotgan loyihani yozishimiz kerak. Hamma ham ishtirokchi bo'lishi mumkin, lekin tashkilotchi bo'lish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Mana shu qismga alohida tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Keyingi yil ham albatta mana shunaqangi savollar bilan ishtirokchilarni saralab olish jarayoni bo'ladi. Xo'p. Va bu qismda sizni eng katta yutuqlaringizni ham yozishingiz mumkin. Misol uchun men shunaqa yo'l tutganman. Xo'p. Write a motivational letter explaining why you'd like to participate in the assembly, what you expect to gain from this experience. Ya'ni 1000 ta belgidan ko'p bo'lishi, 2000 tadan kam bo'lmasligi kerak. Bu odatda 100 ta so'zdan ortiq, 150 ta so'zdan kamroq bo'lishi kerak. Xo'p. Nimaga siz ishtirok etishingiz kerak? Bitta hookni aytib o'taman. Misol uchun menda ko'p tadbirlarda o'xshaydi, ko'p full funded grantlar yutgan bo'lsam, menda o'xshagan tadbirda shunchaki ishtirok etaman, shunchaki bilimlar olaman, shunchaki qatnashaman deb siz qancha motivatsiya bilan yozib bermang, bu gapni hamma yozadi. 80-70% odam shu fikrni bildiradi. Chunki tadbirning asosiy maqsadi shu. Borgan odamni o'sha ular barcha grant xarajatlar bilan qoplab beradi. U bilimni jamiyatga olib qaytarishi kerak. Hamma shu narsani yozadi. Siz unik bo'lishingiz kerak. Bu jihatda siz misol uchun biror marta Rossiyaga bormaganingizda, Rossiya haqida eshitgan fikrlaringizni misol uchun yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, mana shu festivalni o'zi qanaqa eshitib qolgansiz? Hikoya qilib, ja uzoqdan bo'lmasa ham hayotiy voqealar bilan bog'lab, misol uchun hayotingizda qanaqa bir voqea mana shu festivalda ishtirok etish uchun sizga fikrini tug'ildi. Mana shu jihatlarni yozib o'tishingiz kerak. Va ular mana shu O'zbekiston jamiyatidan, misol uchun o'zbek jamiyatidan 7, 8, 9 ko'pi bilan 10 kishiga mana shu grantni bersa, ular mana shu 10 kishi orqali minglab, 10 minglab tengdoshlarini misol uchun bilimlarni, festivalni misol uchun g'oyalarni targ'ib qilishda sizdan misol uchun qaysidir ma'noda ular ko'magingizga tayanadi. Siz mana shu jihatlarni alohida aytib o'tishingiz kerak. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, festivaldan oldin kelgan ekspertlar ro'yxati chiqadi. Mana shu ekspertlar misol uchun avval ularni darslarini ko'rganman, YouTube'da ko'rganman darslarini. U insonga misol uchun havas qilganman. Agar mana shu festivalga qabul qilinsam, u inson bilan suhbat qurmoqchiman va u insondan mana shu narsalarni o'rganmoqchiman. Mana top 3 ta kishi menga maslahat bera oladi degan narsalarni kiritib o'tishimiz kerak. Bu juda ham muhim. Spesifik biror narsaga yondashmasak, pafos bilan yozilgan, balandparvoz gaplar bilan yozilgan, u yerdan bilimlar olaman degan narsalar bilan yozilgan eslarni shunchaki skip qo'yishadi, o'tkazib yuborishadi. Xo'p, keyingisi. What skills and knowledge can you share with other assembly participants? Ya'ni bu qismda siz assambleyani ishtirokchilari, ya'ni World Youth Festivalni, Butunjahon yoshlar festivalini ishtirokchilari bilan nimalarni bo'lishmoqchisiz? Bunda ham yana balandparvoz gaplar kerak emas. Misol uchun o'zbek madaniyatini mana shu narsasini o'rgatmoqchiman ularga. Bu nimaga? Chunki ularning sog'lig'ini rivojlantirish uchun juda ham muhim.
misol uchun o'zbek xalq o'yinlarini o'rgatmoqchiman deb misol uchun men yozmaganman. Kimdir yozmoqchi bo'lsa, juda ham misol uchun kuchli argument bu. Mana shunaqa narsalarni amalga oshirib aytib o'tsangiz ham juda ham yaxshi bo'ladi. Xo'p. Provide any other information you consider important for understanding your personality and experience. Xullas, bu qismda aytib o'tyaptiki, qo'shimcha ma'lumot, ya'ni nima siz haqingizda bilib olishingiz kerak bo'lgan. Birinchi qism shu bilan yakunlanadi va self presentation video. Bu qism nima? Bu qism siz qachonki berilgan mana shu 30 ball atrofida baholanadi adashmasam, shu 30 balldan 20 balldan yuqori ball olsangiz, sizni ikkinchi bosqichga ular tavsiya qilishadi va ikkinchi bosqichda videoingiz ko'rib chiqiladi. Lekin biz bilmaymiz. Ekspertlar bizga 30 baho qo'yadimi, 30 balldan 29 qo'yadimi, yoki bo'lmasa 10 ballmi, 9 ballmi biz bilmaymiz. Lekin o'sha vaqtning o'zida, o'sha zahoti self presentation video, ya'ni video vizitkani ularga yuborishimiz kerak. Videoda misol uchun ular so'rayotgan videoni aytishyaptiki, create a self presentation video answering one or more of following questions in English. Ya'ni ingliz tilida javob berishingiz kerak. 2 minutlik video bo'lishi kerak. How does participation in international educational, scientific or cultural projects contribute to strengthening among countries? Ya'ni mana shu savollardan bittasiga yoki ikkitasiga javob berishingiz mumkin 2 minut orqali. Xo'p. Ya'ni davlatlararo munosabatlarni rivojlantirish uchun qanaqangi loyihalar o'tkazilishi kerak. Ikkinchisi, what qualities and skills should a person develop to influence international cooperation? Ya'ni xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun qanaqangi ko'nikmalar kerak. Uchinchisi, which of following spiritual and moral values resonates with you most and why? Human rights and freedoms, patriotism, family values, creativity, labor, mutual aid and respect, historical memory and intergenerational continuity. Xullas, mana shunaqangi inson huquqlari va erkinligi, vatanparvarlik, oilaviy qadriyatlar, ijodiy mehnat, umumiy yordam va hurmat, tarixiy xotira va avlodlararo davomiylik kabi mana shunaqangi ko'nikmalar orqali, jihatlar orqali sizga qaysi biri eng muhim deb aytayapti. Va to'rtinchisi, sizni o'zingizni yoshlar bilan bog'liq loyihangizni aytib o'ting va u qanaqa ta'sir qildi yoshlarni rivojlantirish uchun. Va beshinchisi, Rossiya tarixidagi qaysi shaxsiyat, kim yoki bo'lmasa qaysi tarixiy voqea sizda hayotingizda katta impression, taassurot uyg'otgan degan savol beriladi. Bunga bittasiga javob berishingiz kerak. Buni xohlaganingiz tanlasangiz bo'ladi. Misol uchun men qanaqa narsalarni amalga oshirganman. Qaysi jihatlar kerak deganiga, men aytib o'tganman, patriotism and family values. They are connected and they are really depending on each other deb o'zimning fikrimni aytib o'tganman. Va o'zingizning yoshlar loyihangizni ayting degan, mana shu yoshlar loyihamni taqdimotini qilib berganman video orqali. Xullas, mana shunaqangi saralash bosqichidan olib o'tasiz. Saralash bosqichiga sizlarga maslahatim, deadline odatda 2 oy bo'ladi. Mana shu 2 oydan deyarli 1 haftalar oldin o'zingizning ishingizni submit qilgan bo'lishingiz kerak. Bu nimaga? Chunki biz aytib o'tganimizdek 100 minglab arizalar orqasida texnik nosozliklar yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. O'sha vaqtda odamlar kamroq topshiradigan vaqtda, ya'ni 1 hafta, 10 kun oldin topshirsangiz, qaysidir ma'noda xavotirga ham berilmaysiz, panikaga ham tushib qolmaysiz. O'sha vaqtda tayyor topshirasiz. Mana shunaqangi 3 ta bosqichdan iborat bo'ladi. 2 yil oldin Sochida bo'lganda intervyu bo'lgandi. O'sha intervyu bosqichigacha o'tib, intervyu bosqichiga o'tolmagandim va bu yil intervyu bosqichi bo'lmadi. Va bu yil tushundimki, men o'tgan yili qanaqa xatolarga yo'l qo'yganimni. Misol uchun o'zim avval o'sha bilimlarni olib kelaman degan fikrlarni bildirib o'tganman, lekin bu safar men qaysidir manda unikroq fikr bildirdim deb o'ylayman. Men shu festivalga qabul qilindim. Va eng katta quvonchli xabar bo'ladi. Tadbir festivaldan roppa-rosa 1 oy oldin natijalar e'lon qilinadi va sizni ishtirokingizni tasdiqlash uchun mana shunaqangi email keladi va sizda ishtirokingiz bilan bog'liq agar to'liq grant tutsangiz, partial funded grant bo'ladi, ya'ni yo'l xarajatlaringiz o'zingiz qoplab, Moskvagacha yo'l xarajatingiz o'zingiz qoplashingiz kerak bo'ladi. Agar bu sizni balingizga qaraydi. Agar maksimalroq ball olgan bo'lsangiz, ular hamma xarajatlarni qoplab berishadi. Misol uchun men maksimalroq ball olganmanki, mana shunaqangi biletlarimni qoplab berishgan, mana shunaqa biletlarimni olib berishgan. Turar joylarimiz, misol uchun biz gostinitsaga qo'yamiz, Oka Premium 4 degan 4 yulduzli gostinitsada qo'yamiz. Ovqatlanish misol uchun
soat misol uchun 13:00 dan 15:00 gacha gostitsada bo'ladi. Ular mana shunaqangi ovqatlanishni joylarigacha aytib o'tadi, professionalizm bilan qilingan. Misol uchun mani jamoam haqida dokumentlar, Rossiya Federatsiyasiga kirish uchun mana bitta viza taklif xati kelgan, bizga kerak bo'lmagan lekin bu narsa. Misol uchun 14-17 yosh toifasidagi dokumentni shablonlari kelgan. Bundan tashqari ishtirokchilarga berilgan mana shunaqangi handbook. Bu handbookda misol uchun Rossiyada qanaqa so'zlarni ishlatish kerak, misol uchun u odamlarni ko'rganda birinchi navbatda nima desa bo'ladi, bo'ladi-ku qanaqadir "Здравствуйте", "Добрый день" kabi so'zlar bo'ladi. Mana shunaqangi so'zlarni aytib o'tishadi. Rossiyaga kirish mana. Xullas, ovqatlanish, mana bunaqa narsalar mumkin emas, portlovchi moddalar, qanaqadir texnikalardan foydalanish mumkin emas degan xavfsizlik qoidalari berilgan. Mana bu yerda Rossiya ishtirokchilarini joylari bizda mana bunaqangi zo'r joyda o'tgan, heritage holda. Kontakt ma'lumotlari ham berib o'tiladi. Shu bilan birgalikda bizga tadbir tugagandan keyin sertifikatni taqdim etishgan festival rahbariyati tomonidan. Xo'p. Festival mana shunaqa key tarzda amalga oshiriladi. Hozir opisaniyada havola qoldiraman. Ushbu havola orqali festival qanaqa bo'lib o'tganligi, mana Reflection postda, umuman festivalda biz ishtirok etgan suratlar, videolarni Telegram kanalim orqali ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Barchaga mana shu festivalga ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq barcha saralash jarayonlarida omad tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Festivalda